Juda ham chiroyli qizlarning sarpalariga stol nabor qilib berdik. Qaranglar, bir-biriga moslab tushadigan qilib tanlab berishga harakat qildik. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi. Sizlar ham ko'ringlar deb hozir tashib beraman. Beliza firmasidan shu bagemamiz bo'ldi. Qaranglar, buni juda ham shik, качественный, sifatli, bo'ltli, juda ham zo'r bagema. Bunga Lili firmasidan shu posudamiz, qoshiq yubkalari, salfetnitsalari, Madya firmasidan patnis termoslarimiz bilan bagemaga moslab bo'yi balandroq termos berdim. Ularga ham ma'qul keldi. Endi dostavka qilib beramiz. Xayrli bo'lsin, buyursin, qizimiz baxtli bo'lsinlar. Sizlarga ham chiroyli shunaqa naborlar kerak bo'lsa, bemalol kelib Abu Saxiy, Chinni bozori, 4-qator 193-do'kon, 223-do'kon. Kelaveringlar yoki qizinglarni o'sha mebellarini ko'rsatsanglar, uy ko'rarlar bo'lgan bo'lsa, uylarni tashib bersanglar, moslab bagema chinnilarni terib berishga harakat qilamiz.